Qur'an ve 21. Esir. Aptori Mehmetimin Hezret. 11. Qur'anda halal haram, mehnet ve bayliq. Allah haram qılğan kəsblərinin həmmisi mehnetsiz paydağa erişidigan kəsblərdir. Məsələn, ösüm, yani cəzanıxorluq, qimar, zina, yani fahişilik, o'g'rilik, kredit sosi ismidagi pul muomala shirkatining 2013 yillik dokladida ko'rsatilishicha, dunyodagi eng boy 1% kishi dunyo iqtisodining 46%ni qo'lida tutib turmoqda. Bu kapital Amerika ve Yevropadagi bir necha bankining kontrolligida. Milyardlagan insonning hayoti 100 yillardan beri bu bankalarga o'sim to'lash bilan o'tib ketyotidi. Yüzlagan davlat bu bankalarga o'sim to'lash bilan belini ruslay olmayotidi. Dünyadaki mehnetkeş xalqlarning ko'z yoshlarini dengiz okean desak, bu bir qancha banka dengiz okeanda uzayotgan g'oyat zo'r parxutlarni eslatadi. 40 yillik o'sim bilan bir uy olgan bir kishi ömür bo'yi ishlab uyning qarzini va o'simini uzish uchun ishlaydi. Onun dünyadaki haq-naqchilikni o'ylashga, qo'shnilarning dod faryodlariga quloq solishga vaqti, imkoni yo'q. Milyardlagan madaniy qullar bo'yniga silingan o'sim zanjirining asartida ana shundoq o'lib ketadi. İnsanlarni, davlatlarni, o'simni ijod qilgan bank xo'jayinlari uzoqda o'ltirib, ana shundoq idora qiladi. Allah'ның o'simni haram qilishidagi maqsadi insonlarning pulni ishlab chiqarish, tijoratga ishlatishga ilhomlantirish orqali jamiyatning taraqqiyotini kapolatga ega qilish va sarmoyaning oz sonli kishilarning qo'liga jo'g'lanib qolishining oldini olish uchundir. Mulk ve sermaye az sonli kishilarning qo'liga o'tib ketganda, keng xalq ommasi qattiq ezilishga uchraydi. Sovet ittifoqida mulk ve sermaye Lenin, orqadan Stalinning qo'liga o'tib ketdi. Sovet xalq ommasi qandoq dahshatlik ekspluatatsiyaga, ya'ni zulmga uchradi. Xitoyda mulk ve sermaye Mavzdoning qo'lida to'plandi. Arqadan onun varislarining qo'liga o'tdi. Xitoy xalqi, bo'libmi Xitoy mustamlikasi ostidagi biz Uyg'ur xalqi qandoq zulm ko'ryapmiz? Nima uchun Allah bizga bergan yer osti boyliqlarimiz bizni millat sifatida o'lim doriga haydilib ketishimizga sababchi bo'layotadi? Yaratquchi bularning hammasini bilgachga o'simni haram qildi. Sarmoyani keng xalqning ishlab chiqarish, tijoratga safarbar qilishning yo'lini ko'rsatdi. Dünya iqtisodining 86%i dunyodagi 10% kishining ilkida. Bularning orasida nurg'un korxonchilarmi bor. Ammo bu 10%ning ichida Amerikaning Las Vegasga o'xshash qimorxonalar bilan gullab yashnagan, Xitoyning Omindak qimordan boshqa hech qanday kirimi yo'q shaharlari bor. Gollandiyaning poytaxti Amsterdam dangliq fahishxonalar bilan fahishi sayohatining markazidir. Gollandiya Maliya Ministerligi har yillik kirim xomchotini e'lon qilganda fahishxonalardan kirgan kirimni maxsus
bir soha sifatida tizimlikda e'lon qilib turadi. Allah haram qilgan har ishning ostida mehnatsizlik, axloqsizlik, ezilish yotmoqda. Mehnet muborakdir, halaldir. Barliq payg'ambarlar halal mehnati bilan o'zini va oilasini boqqan. İbrahim alayhissalom ömür bo'yi chorva boqqan va chorva bilan bak boy bo'lgan. Musa alayhissalommo chorva boqqan. Muhammad alayhissalommo bola vaqtida poda boqqan. Yoshlik davridan boshlab tijorat qilgan. Kichik vaqtidan boshlab o'zini va oilasini mehnat qilib halal pul tepib boqqan. Biz Uyg'urlarda jafo chekmay halovat yo'q deydigan tamsil bor. Jafo mehnat demakdir. Mehnatga umid yoshiringan bo'ladi. Dehqonning butun yoz bo'yi jafo chekib mehnat qilishidagi umidi kuzdagi mo'l hosildir. Ananing to'lg'iqi eng ig'ir jafodir. Bu jafoning hosili bovoqdir. Barliq shiddatlik to'lg'oq ichiga bir ilohiy ilhom, bir natija yoshiringan bo'ladi. Osmonning to'lg'iqi chaqmoqdir. Hosili yomg'irdir. Shoirning to'lg'iqidan she'r, olimning to'lg'iqidan kashfiyot, payg'ambarning to'lg'iqidan vahiy tug'iladi. Arzudan iroda, irodadan mehnat, mehnatdan muvaffaqiyat tug'iladi. Halal rizq faqat mehnat orqali qo'lga keladi. Duo qilish, ya'ni Allohdan tilash demak. Yetmekçi bo'lgan arzuni ifodalash va iroda turg'izish demakdir. Rasululloh har doim ey Allah, haramdan pok qilishingni va boy qilishingni tilayman deb duo qiladi. Sayyul Buxoriy javharlari 424-bat Uyg'urcha. Bu tilakning reallikqa aylanish uchun mehnat qiladi, jafo chekadi. Allohdan tilash, qilmoqchi bo'lgan ishning planini Allohga doklad qilib, andin Allohning himoyasiga erishgan holda planni reallikqa aylantirish yo'lida kuch sarf qilishni o'z ichiga oladi. Qur'ondami, hadislardami, ujmi pesh ağzımğa çöş fəlsəfəsiga qat'iy yer berilmagan. Qur'anda aniq hukm bor. İnsan faqat o'z ishining natijasini ko'rdi. Najm surasi 39-oyat. Katta natija bor yerda mo'l mehnatning izlari bo'ladi. Bugun Yaponiya, Germaniya xalqi eng bayashat turmushda yashayotganligini bilamiz. Ammo kishilarning Yaponiyada 70 yoshda, Germaniyada 68 yoshda pensiyaga chiqadiganligini bilamdik. Matematikada sababsiz natija yo'qdir. Hayotda shundoq. Qur'onda rizqni qo'lga keltirishning oldingi sharti mehnatdir. Bu shart Maryam surasida mundaq bayon qilinadi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'nilivilish uchun bir xurma daraxining yeniga kelivilishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi. Kishilar tarafidan unutilib ketgan, ya'ni arzimas narsaga aylanib ketsam-chi." Jibril uningga xoma daraxining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in. Parvardigoring sening osmoningdan, ya'ni eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xorma daraxini o'z tarafingga eg'itqin. Oldingi pishqan yangi xormalar to'kiladi.
bu şirin xormadan yegin. Bu tatlı sudan içkin. Məryəm surəsi 23, 24, 25, 26 ayet. Allah barlıq insanlar içidən ikki adamni alayda möciz bilan yaratdı. Birisi Adam aleyhisselam, yana birisi İsa aleyhisselam. Adam aleyhisselamның heykelini yasab, öz rohidan püləş arqılıq can kirgizgan bolsa, İsa aleyhisselamның vücuduğa erkek çivimmi qonup baxmıgan bir qiz Məryəmgə rohidan püləş arqılıq onu İsa'ga hamile qıldırdı. Bu toğruluq Qur'anda təfsili ayetler var. Allah fəvqəladə ihtiyac üçün öz rohidan yaratqan peyğəmbərinin tug'ilishida Məryəmgə qattiq to'lg'oq azobi ato qildi. Bu vaqt tug'ilgandan keyin och va suvsiz qolgan ona bola uchun Jibril orqali xurma daraxini o'z tarafingga eg'itqin deb xabar berdi. Tug'utdan keyin halsiz yotgan Məryəmning og'ziga xurmani selib qo'ymasdan xurma daraxini irg'itib xurma yeyishga, suvni elib ichishga buyurdi. Allah Məryəm surəsidagi bu oyat orqali bütün insonlarni, ya'ni u Allohga qanchalik yaqin bo'lishidan qat'iy nazar turmush ehtiyojlarini mehnat orqali qo'lga keltirishga chaqiriq qiladi. Tabiat dunyosi demak insonlarning rizqi demakdir. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi. Baqara surasi 29-oyat. Bu rizq Allah'ның peygamberlerini öz içige algan barlıq insanlar üçün mehnetsiz qo'lga kelmeydi. Rasulullah, Allah'im, mening qarzimni o'ta, meni namratlıqdan qutqaz, boy qilgin, deb duo qiladi. Tirmizi davat 68. İbn Majah duo 2 Türkçe. Biz ümmetler sünnetni özümüzge vacip deb toniydigan bolsaq, Allah'dan boy bo'lishni tilishimiz va boy bo'lish yo'lida halal yo'l bilan kuchimizning yetishicha mehnat qilishimiz lozim. Allah bayliqni yomon ko'rmaydi. Bayliqqa sajda qilishni yomon ko'rdi. Bayliqni boshqalarga zulm qilishning vositasi qilishni yomon ko'rdi. Payg'ambarimiz bayliq va kambag'allikning yomonliklaridan panoh tilayman deb duo qiladi. Sahih Buxoriy 419-bab Uyg'urcha. Bayliq va kambag'allik insonni yo'ldan adashtirishdagi ikki muhim omildir. Uyghur xalqi yaqinqi 200 yilga yaqin vaqt jarayonida qattiq yo'qsullik ichida yashashga majbur qilindi. Zozongtang Uyghur baylarning beshini kesib, oltin kumushlarni yig'ib Beyjingga avatdi. Yangi bir avlod Uyghur baylar tabiqasining yetishishiga ulgurib, Yanzingshin keldi. Sanoat va yangilik dushmani bo'lgan Yanzingshin sanoatga oid faqat birla mashina setib olib Urumchiga akeldi. O mashina qog'oz pul besish mashinasi edi. Bu mashina bilan hech qandaq moddiy qimmati bo'lmagan yerlik pahal pul besish orqali 20 yil Uyg'urlarning oltin kumushlarini bu qog'ozlar orqali yig'ib Tianjindagi chet el bankasida amonat qo'ydi. Yang Urumchida suiqasdga uchrab o'ldirilganligi uchun Uyg'ur xalqining qon, ko'z yoshlari singib ketgan
bu altın kömüşlər çət əlliklərinin çöntikide g'oyib bo'ldi. Shingsay hokimiyat beshig'i chiqib, oldi bilan Yangzingshinga altın kömüşlarni yig'ib bergan shaharlardagi Uyg'ur shangyolarning, yezilardagi Uyg'ur baglarning tizimligini ratlab chiqdi. Bu shangyo baglarni tutib, qiynab yurib, xalqdan yig'ib, ammo Yangzingshinga topshirmay yoshirib qo'ygan altın kömüşlarning hammasini yig'di. Uyg'ur bag shangyolar pulni beribmi, jinini qutqizib qololmadi. Shingsay 13 yil yurtimizda hokimiyat yurgizish jarayonida Uyg'ur baylarni o'z ichiga olgan 500 ming Uyg'urning beshini qilishdan o'tkazdi. Uyg'ur xalqi 1878 dan 1944 yil oralig'idagi 66 yil ichida 3 qitim shiddatlik va umumyuzlik talon-tarojga uchrab, barliq moddiy bayliqlardan va qimmatlik yo'l boshchi ziyolilardan ayrilib, so'ygan piyozdakli qoldi. Shingsay o'zining aslimalarida deganidek 70 mashina oltin kumushni Nanjingga apirib, davlat g'aznasiga topshirganida Jangjeshi boshchiligidagi davlat rahbarlari tarafidan zafar bilan qaytgan bir qo'mondan, bir milliy qahramon sifatida qarshi elingan edi. Shingsayning ta'rifi bo'yicha aytganda, altın taxsi bilan tilamchilik qiladigan Uyg'ur ismidagi bu xalq Gomindangning 6 yillik talon-taroj qilishidan keyin yurtimizni Xitoy Kommunistik partiyasi ishg'ol qildi va butun Xitoyda mulkni umumlashtirganligi uchun Uyg'urlarning bola chaqasidan boshqa barliq mulklari asta-asta davlatning qo'liga o'tib ketdi. Asmandan yağmur yağsa, yağmurdan yeşil bostonliqlarmi, çöl jazirlarmi nisivasini oladi. Xitoyning yaqinqi 30-40 yillik taraqqiyoti jarayonida Uyg'urlar orasidami boy bo'lganlar xeyli ko'p bo'ldi. Tarixdan saboq olmagan Uyg'ur boylarimiz boy bo'lish sharaf deb shuar to'layotgan Xitoy hokimiyati tarafidan 2017 yildan boshlab yana so'ygan piyozdak qip yalang'och holga keltirildi. iqtisodlardan tamamen ayrilib qilishdan boshqa bir muncha xayr so'yar boylarimiz jinidan ayrilib qoldi. Sharqi Turkistonda 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqni turma va jazo lagerlariga uzun muddatli qamash Beijing tarafidan burunli planlangan bo'lib, bu ish Sharqi Turkistonda iqtisodning vayron bo'lishini keltirib chiqarib qolmay, yana g'oyat zo'r miqdorda pul ketadigan terrorlik harakati edi. Xi Jinping markazdan pul ajratolmaydiganligini aytganda, Chinchuango ketarlik iqtisodni men hal qilman dedi va Uyg'ur boylarining pullarini ishorat qildi. Eng ichinishli bo'lgani shuki, vatanimizda yangi silingan turma va jazo lagerlarining hammasi Uyg'ur, Qozoq boylardan majburiy tortivilingan iqtisod bilan insho qilindi. Ya'ni Uyg'ur millatining yig'i bilan Uyg'ur millatini qo'rdi. Xitoylar bu qonliq davlat terrorlik jinoyatini ishlashda yana hozirgacha odam bo'lmagan Uyg'urlarning qo'li bilan qilish uchun barliq kuchini safarbar qildi. Bir muncha zulm ko'rayotgan sotta Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'urlar jim turgan bo'lsa, bizga bunchavala zulm bo'lmaydi deyishlardan aziz millatimizning ruhiy jihatdan naqadar ezilganligini
mengisining qanchalik ig'ir darajada zaharlanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Uyg'urlar yaqinqi 100 yildan ortiq vaqt ichida oldingi avlod keyingi avlodga qo'lga chiqqidek miros qoldirish fursatiga erisholmay 21-asrga qadam qo'ydi. Allah hech bir musibatni sababsiz keltirmaydi. Sizlarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Shu'ara surasi 30-oyat. Allah'ның bu ayeti Uyg'urlar ichidagi tafakkur egillarini cho'nqur o'yga soladi. Xalqimiz orasida asrlardan beri so'zlanib kelgan Allah kafirlarga bu dunyoni, musulmonlarga u dunyoni bergan degan gaplar Qur'on inkorchilarining gapidir. Hatta musulmon dushmanlari bu so'zni hadis deb jahil, yo'qsul, chorsiz musulmonlar orasida tarqitib yurdi. Uyg'urlarmi buning ichida? Bugunmi Xitoyga ishinayotgan, Xitoyga ishlash orqali o'z millatiga ziyon selayotgan Uyg'urlar vatandila emas, chet ellardami bor. Bular halal mehnat bilan jinini boqolmaydigan, bayashat yashashning yo'lini haram yeyishdan, zolimlarga xizmat qilishdan izdeganlardir. Bular o'ltirilib, tuproq ostiga ko'mib etilmagicha millatiga ziyon silishdan voz kechmaydigan xoinlardir. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'mini tetitdi. Zumar surasi 26-oyat. Allah bu oyatni Uyg'urlar uchun tushirgan bo'lg'aymidi deb o'ylab qoladi kishi. Allah 1400 yil burun musulmonlarni sanoatga yuzlantirish uchun bunu oyat bilan xitob qilgan edi. Tömürni yaratdik. Tömür kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. Tömürda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Hadid surasi 25-oyat. Kuch-quvvatni o'z ichiga olgan tömürdan foydalanish qo'lida Qur'on bo'lgan biz musulmonlarga nisib bo'lishdan ko'p zaman burun Qur'onsiz Yahudi, Xristiyan, hatto Buddistlarga nisib bo'ldi. Tömürda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor degan ulug' oyatning ilhomi ostida tömürda yerda mangadigan, suvda o'zadigan, osmonda uchadigan ajoyib maxluqlarni ishlab chiqarsa, biz tövbe Xudoyim deb yaqimizni tutib, Xudoyim kafirlarga bu dunyoni, musulmonlarga u dunyoni bergan degan gapni takrorlab, o'zimizga tasalli berib keldik. Dunyoda yuzlagan sohada, minglagan kasblarda, millionlagan mahsulotning patenti boshqa millatlarning qo'lida. Bizmi ba'zida bizning qo'limizdami metallda yasalgan narsalar ichida patent bor. Yangisar pichiqining patent huquqi biz Uyg'urlarga oid deb maqtanib qo'yimiz yo'q. Bu gap yuragimizni pichoqdek tilim tilayotgan azobini yuzimizdagi tabassum bilan yo'shirishga tirishimiz. Achchiq hasrat yurakni yara qilishdan boshqa hech bir ishga yaramaydi. Qur'anda tarixda Allah tarafidan halok qilingan nurg'un qavmlarning ismi yer olmoqda. Qanday qavmlar halok qilingan? To'g'ri yo'lni inkor qilgan, o'ziga zulm qilgan va yoki zulmga sherik bo'lgan qavmlar halok qilingan. O'zlariga zulm qilg'uvchilar aysh-ishratlik turmushni qo'g'lashidi. Ular gunohkor odamlardir.
Hud suresi 116 ayet. Bu davrda erlerimizni pul, xotin qizlarimizni pulsizlik yo'ldan chiqarıvatıdı. Baylarımız to'g'riliq gap açqanda, g'ururlanib ketkichilik baylarimizmi yo'q deyarlik yoki intayin az. Zhejiang o'lkasining 104 kvadrat kilometrlik shahri Wenzhouda shaxsiy aeroplani bar 60 dan ortiq bay bar. 1.660.000 kvadrat kilometrlik yurtimizda shaxsiy aeroplanga erishgan bir Uyg'ur yo'q. Ammo o'zimizni ko'rsatishda, isrofchilikda xudini yo'qitib qo'yayotganlar az emas. Jallat Chinchango Urumchiga kelganga qadar Urumchidagi bir qism baylarning va yoki boy ko'rinish havasi bo'lganlarning Urumchidagi restoran, mehmonxona, fohishxonalardagi aysh ishratlarda baylarimizning pullari suvdak isrof bo'lib ketayotgan ahvolda edi. Aysh ishrat milliy vujudimizda kasallik, ruh imonimizda bexotlik bo'lib aks etmoqda. Nima qilish kerak? Rasulullohning muno hadisi bizni cho'nqur tafakkur qilishga yetaklaydi. Burunqilarning bayliqqa haddidan ortiq berilib ketib, halok bo'lganidek, sizlarningmi bayliqqa haddidan ortiq berilib ketib, halok bo'lishinglardan qo'rqaman. Sahih Buxoriy 155-bat Uyg'urcha. Biz 100 yildan ortiq hamma narsamizdan ayrilib, so'ygan piyozdakli qolgan bir millatmiz. Har qandaq bir yo'qsul birdilla boy bo'lib ketganda, boyliqini tantana qilish havasini kontrol qila olishi mumkin emas. Biroq pul topgan har bir kishining oilasi, mahallasi, millati oldida bo'libmi yaratgan va shu pulni tepishga nasib qilgan Alloh oldida qilishga tegishli ishlari, o'tashga tegishli mas'uliyati bor. Bizningmi bir milliy orzuyimiz, murodimiz bor. Safarga chiqqan odam quruq qo'l chiqolmaydi. Murodimizga qandoq yetimiz? Quyosh va uning nuri bilan qasamki, quyoshga agashgan chog'dagi oy bilan qasamki, quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan kecha bilan qasamki, osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, zamin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ruh va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Shams surasi 1-dan 9-oyatgacha. Yuqorqi 9 oyatning 8i qasamdir. Nimani isbotlash uchun? Ruhini pok qilgan odam murodiga yetadiganligini isbotlash uchun. Allohning insonlarga qasam ustiga qasam ichishiga ehtiyoji bormi? Yo'q. Qur'ondagi ba'zi oyatlarda qasamlar ko'p qatim takrorlanib, ondan asli demoqchi bo'lgan maqsad vahiy qilinadi. Bu xil uslubning xosiyati musulmonlarning diqqatini yuksak darajada markazlashtirib, oyatning okeanga o'xshash poyonsiz va cho'nqur mazmuniga jalb qilishdir. Biz Uyg'ur musulmonlari har qitimqi namozimizda ulug' Alloh bizni murodimizga yetkaz degan sada yurak bag'rimizdan urg'ib chiqqanda ko'z yoshlarimizni tutib ololmaymiz.
Allah qandaq odamni cho'qim murodiga yetkazadi ekan? Ruhini pok qilgan odamni. Har qandaq musulmon uchun murod maqsadga yetishning oldingi sharti ruhini pok qilishdir. Agar halokatlar davollardan avlodma-avlod eshib o'tib bo'lolmayotgan bo'lsak, buning sababi kir basgan ruhimizning poklanib bo'lolmaganligidandir. Ruhi pok bo'lmagan insonning fikri ro'shan bo'lmaydi. Ro'shan fikr qilish qobiliyati bo'lmaganlar choq palakdak tez aylanayotgan xalqaro vaziyatga moslashish mumkin emas. Osiyoning va qadimiy Ipak yo'lining tugun nuqtasida turayotgan biz Uyg'urlar mo'l sarmoya jug'lanmasiga, kuchlik sanoatga, yuqori fan texnikaga, yuksak milliy madaniyatga ega, hurmatga sazovar musulmon jamoati bo'lib, takror parlaq yulduzlardek chaqnaya olamiz. Bizning oldimizdagi to'salg'ular tarixdagi Yahudlarning oldidagi to'salg'ulardan zo'r emas. Biroq shuni bilishimiz lozimki, bu dunyoda mehnatsiz jannat yo'qdir. Davomı bor.